hech qanday dori darmonsiz, hech qanday ukolsiz o'zimizni tushunish va to'g'ri harakat qilish orqali mana shu boshdagi og'riqlardan inshaalloh qutulamiz. Va buni evaziga oddiy bosh og'rig'ini deb oshqozon, jigar va ichki tana a'zolari ishdan chiqyapti. Tabriklayman. Buni evaziga davleniya, boshdagi og'riq va turli muammolar kamayadi. Nimaning hisobiga? Ana shu yerda tiqilishlar ko'p. Hammamizda bor. Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan deyarli har kuni hammamizni bezovta qiladigan bosh og'rig'i haqida gaplashamiz. Buning uchun bizda ataga 10 minut vaqt bor. Imkon qadar sizlarga mana shu 10 minut davomida kerakli ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Hech qanday dori darmonsiz, hech qanday ukolsiz o'zimizni tushunish va to'g'ri harakat qilish orqali mana shu boshdagi og'riqlardan inshaalloh qutulamiz. Tushuntirishni boshladim. Diqqat bilan tushuning. Bosh og'rig'i qanday holatlarda yuzaga keladi? Ko'pchilik e'tibor bermaydigan narsa bor. Ko'pchilik tanamiz kasal, bosh og'riyapti, boshqa bo'lyapti. Men ko'pincha asosan psixologik tomonga ham e'tibor qaratib o'tib ketaman. Nima uchun? Insonda psixologik ruhiy buzilishlar bo'lganda boshda og'riq kuchayishni boshlaydi. Nimaga? Birinchi navbatda inson qachonki ikkiyuzlamachilik jarayoni o'zida boshlansa, ana shunda boshdagi og'riqlar paydo bo'lishni boshlaydi. Ya'ni qanaqa ikkiyuzlamachi? Xafa bo'lmang, hozirgi kunda deyarli hammamizda niqob, maska hammamizda bor. Hammamiz ikkiyuzlamachimiz. Men ham hozir ikkiyuzlamachiman. Men sizga hozir tabassum qilib deb gapiryapman. Misol uchun. Lekin xodimlarim oldida umuman boshqa maskani kiyaman. Bu ikkiyuzlamachilik. Mana shu ikkiyuzlamachilikning ko'pligi hisobiga va his-tuyg'ularimizni buzilishi hisobiga bizda boshdagi surunkali og'riqlar vujudga keladi. Misol uchun diqqat bilan tushuning. Tasavvur qiling, men yoqtirmaydigan insonning oldiga ketyapsiz. Umuman yoqtirmaysiz, gaplashishni ham xohlamaysiz, lekin majbursiz. Umuman ko'rishni ham xohlamaydigan insonsiz. Sizda ong ostingizda yillar davomida ana shu insonni ko'rsam uraman, so'kaman, ichimdagi hammasini gapiraman. Haqiqatni aytish kerak, haqiqat achchiq bo'lsa ham deb turib to'plab turgan ichingizda katta bomba bor. Tasavvur qiling, bomba, shar, portlab ketaman degan shar. Endi haligi insonni oldiga borasizda, hali sharga ninalar tegadi, lekin portlamaslikka majbur qilasiz. Bu esa boshdagi og'riqni vujudga keltiradi. Ya'ni ong ostida ikki xil tushuncha paydo bo'ladi. Va bu ikkiga bo'linish hisobiga his-tuyg'ular nima bo'lyapti endi? Chalkash bo'lib ketyapti, aralash bo'lib ketyapti. Mana shuni hisobiga boshdagi og'riqlar vujudga keladi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, boshdagi og'riqning ikkinchi sababi boshda keraksiz yuklamalar ko'paygani hisobiga. Misol uchun, bugun hal qila olmasligingizni bilsangizda, bugun hal qilaman deb chiranadigan ishlarimiz bor. Bugun tugatishim kerak, bugun nima qilib baraka topib ko'r, ulgurmaysiz. O'zingiz realni tushunib turibsiz, lekin o'zingizni majburlayapsiz. Bugun nima qilib bo'lsa ham ana shu ishni tugatishga. Va juda ko'p bunday ishlarimiz bor. Bugun mana ishni tugatishim kerak, bugun mana uni hal qilishim kerak degan narsa bor. Lekin biz uni realniy holatda qila olmaymiz. Va mana shu keraksiz narsalarni yuklaganimiz hisobiga ham boshda og'riqlar vujudga keladi. Uchinchi holat, birovning muammosini miyangizda hal qilishga harakat qilasiz. O'zingizni qizingizni muammosi turibdi bu yerda. Yo'q, siz hozir ikkita mahalla naridagi qo'shningizni qizini muammosini hal qilishingiz kerak-da. O'shan bilan siz miyangiz ovora. O'z muammongiz sizdan chiqib qolgan. Ya'ni nima? Keraksiz ma'lumotlar va keraksiz narsani hal qilishga urinish evaziga bizda miyada bosim kuchayadi va boshda og'riq vujudga keladi. Bu psixologik holatlarni yuzaga keladigan og'riqlar. Endi tabiiy insonda tana a'zolari buzilishi hisobiga keladigan og'riqqa qaytadigan bo'lsak. Birinchi navbatda ko'pchilikda bosh og'rig'i orqa ensada vujudga keladi. Ko'pchilikda mana shu joyda. Aksariyat insonlarda bu yerda. Mana shu yerda qachonki massaj qilasiz, boshqa qilasiz, keyin o'tib ketadi. Bo'lmasa o'tib ketish qiyin. Bo'lmasa dori ichamiz. Hozir yoshlarda ham oddiy narsa bo'lib qoldi. Kuypay ham kelsa shunday boramiz, kuypay ichamiz. Yo boshqa dorini ichamiz. Va turli dorilarni ichish evaziga bizdan kundan kunga tanamiz antibakteriyada, ya'ni kelayotgan har qanday virusga qarshi kurashadi. Misol uchun bugun men trimol ichdim bosh og'rig'ini qoldirish uchun.
Buni agar bir oy davomida ichadigan bo'lsam, meni tanam trimolni his qilmaydi va unga qarshi antivirus, ya'ni bakteriya ishlab chiqaradida, ya'ni sezuvchanlikni kamaytiradi va buning hisobiga trimol endi sizga ta'sir qilmaydi. Endi siz kuyib yangi o'tasiz. Uni ham 1 yil iste'mol qilasiz, 1 yil ichib yurasiz, undan keyin undan kuchligiga o'tasiz. Va mana shu tarzda hayotingiz davom etyapti. Va buni evaziga oddiy bosh og'rig'ini deb oshqozon, jigar va ichki tana a'zolari ishdan chiqyapti. Tabriklayman. Endi qarang, bosh og'rig'ini oddiy uslublar bilan qoldirish mumkin. Qanday? Birinchisi, diqqat bilan tushunib oling va hozir birgalikda men bilan bajaring. Birinchi amaliyotimiz nafas olish amaliyoti bo'ladi. Qarang, chuqur mana olamiz, o'pkaga to'ldiramiz, qoringa emas. Ko'pchilik qoringa nafas oladi. Yo'q, o'pkaga nafas olamiz. Mana. Nafas olamizda 10 sekund dimlaymiz. Tushuntira oldimmi? Nafas chiqarib yormang hech qayerdan. Hop, boshlaymiz. Birgalikda bajaramiz. Qani ketdik. Birinchi mana shu jarayonni qilganingizdan keyin yengil uyish holatlari va qonni sizilayotgani seziladi. Aylanish mumkin, boshqa holat bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, endi 15 sekundga yarashimiz kerak. Qarang, ketdik. Ikkinchisida oyog'ingiz uchigacha sezasiz. Uyishlarda qon yurganini his qilasiz. Bu mashqlar bosh og'rig'ini, qon aylanishni keskin ravishda o'zgarishi hisobiga og'riqlarni tarqatib yuboradi. Uchinchisida 20 sekund turishimiz kerak. Qani ketdik. Mana shu holatda nafas chiqaring. 3-holatdan keyin ko'z oldingiz biroz qorong'ilashishi yoki bosh aylanishi mumkin. Mana shu 3 xil holatda 3 marta takrorlaysiz. Mana shuni hisobiga boshda orqa ensadagi og'riqlar yo'qolishni boshlaydi. Tana qon shunaqa maza qilib aylanadi, yayrab olasiz. Nafas olmaganman ekan deb olasiz. Oddiy nafas olish orqali ham bosh og'riqlarini ketkizsa bo'ladi. Nima uchun? Qachon bosh og'riydi? Endi bu savolga javob berib o'tib ketsam. Chunki orqa ensamizda eng mayda qon kapillarlar bor. Tasavvur qiling, manovi qon tomirimiz. Manovi axlat. Bu keldi. Sig'adimi? Yo'q albatta, sig'maydi. Mana ikkita joy oshib qoldi. Buning hisobiga endi mayda qon kapillarlarga bu tiqiladi. Bu to'xtab qolsa mayli edi. Lekin hech qachon to'xtamaydi. Nimaga? Chunki yurak urishimiz, doimo qon aylanish sirkulyatsiyasi mavjud. Shuning hisobiga endi tor joyda bu tiqilib, mana shu yerdan yorib nima qilib bo'lsa ham o'tishga harakat qiladi. Ana shu vaqt sizda og'riq turadi. Chunki qisilish paydo bo'lgan. U qisilishda nafas yo'lini dimlash orqali qonni tezlashtirib orasida o'tib ketadi. Agar unda ham o'tmasa, orqa ikkita ensamizni yaxshilab ezib, qattiq ezib massaj qilishimiz kerak. Qayeri? Mana bo'yin, misol uchun tushuntiryapman. Bo'yinda ikkita yoni bor. Mana ikkita bunday kelgan suyagimiz, muskul joyi bor. Ikkita muskul kelgan. O'rtasi bo'shliq, ikkita yoni bo'sh. Mana shu ikkita yon qismimizni massaj qilamiz. Desam ko'pchilik silab qo'yadi. Silash emas. Qattiq, kimdir chim deb olasiz, mana shunday qilib. Ana shunday qattiq ezasiz, qon shunday o'tib ketadi. Og'riqlar bosiladi. Qachon natijaga erishamiz? Qachonki sidqidildan mazza qilib qilganingizda. Shuning uchun yuqorida aytgan narsalarimni bajaring. Mana yuqorida nafas olishni sizlar bilan birgalikda qildim. Birgalikda siz ham qiling. Va buni odatiy hayot tarziga aylantiring. Faqat bosh og'riganda emas, ertalab, kechqurun
Mana shu nafas mashqlarini qilib turing. Ular foydali. Qon aylanishini yaxshilaydi. Tanadagi qon holati tuzaladi. Buni evaziga davleniya, boshdagi og'riq va turli muammolar kamayadi. Ba'zi bir insonlar keladi, nimcha qo'lingiz qattiq, 11 mi deydi. Ya'ni orqa ensani ushlagan holatda yaxshilab ezaman. Qanday qilinadi? Diqqat bilan tushunib oling va ko'rib oling. Orqa ensa mana shu ikkita yon, mana qon tomirlari kelgan, muskullar kelgan joydan ikkita yon chuqurcha joy bor. Ana shu joyni mahkam ushlab qattiq aylantirasiz. Qaysi tomonga? O'ng tomonga, yuqoriga. Yaxshilab aylantirish evaziga qon tomir yo'llari ochilish boshlaydi. Yaxshilab qattiq. Joni chiqib ketsin, lekin og'riq bosiladi. Va undan keyin ikkita barmoqni olamizda, o'rtada chuqurcha bor. Ya'ni mana umurtqa pog'onasi tugagan joy bor. Umurtqa pog'ona tugadida bosh boshlanadi. Mana bu yerda chuqurcha bor. Ana shu chuqurchoqqa qo'lni qo'yamizda, yaxshilab ana shu yerda ikkita suvayni o'rtasiga qo'lni ezib, yaxshilab aylantiramiz. Va mana shuni evaziga boshdagi og'riq, qon aylanish holatlari o'zgaradi. Mana shu mashq orqali, mana shu tempda ishlash orqali tanada holat o'zgaradi. Juda ko'p bemorlar keladi, mana shu holatda yaxshilab ezib qo'ysam, "Voydat, rahmatli" deydi. Ishlab bo'lgandan keyin, "Voy og'rig'im qani? Rahmatli, og'rimayapti" deydi. Nimani hisobiga? Ana shu yerda tiqilishlar ko'p. Hammangizda bor. Qo'lni yaxshilab qo'yasiz, yaxshilab ezib olsangiz, ana shu tiqilishlar ochilib ketadi. Ba'zi insonlar keladi, kurs muolajada qatnashib, "Rahmatli, boshimni bitta ezib qo'ying" deydi. Hamma kuladi. Og'ritsinmi deydi. Ha, og'risa yoqadi deb kelishadi. Ya'ni ana shu yoqimsiz og'riq, lekin keyingi yoqimli jarayonga o'tishga yordam beradi. Ya'ni boshdagi og'riqlar, boshqa holatlarni yengillashtiradi. Va bundanda qiziq ma'lumotlar hali oldinda, kuzatishda davom eting. Kimgadir kerakli ma'lumot bo'lsa tarqatib qo'ying. Kim qaysi mashqni bajardi va qanday o'zgarishlar bo'ldi. Misol uchun men nafas olish mashqini ko'rsatdim. Kommentariyada yozing. Menda mana shu o'zgarish bo'ldi. Meni tanamda jivirlash bo'ldi, ko'z yoshda holatlar o'zgardi va boshqa holatlarni ta'kidlab o'tib keting. Va diqqat bilan ana shu mashqlarni bajaring. Zero foydali bo'lsa biz xursandmiz. Kuzatishda davom eting.